Xudoning yo'lida yurmagan kishi, gumrohlik yo'liga kirgan kishi bamanzilay ko'rga o'xshaydi. Hidoyatlik, tavfiqli kishilar bamanzilay ko'zi ochiq ular. Ular yo'lini topib yuradi. Endi Parvardigor aytadiki, hech mahal ko'r bilan ko'zi ochiq baravar bo'ladimi? Bu bo'lmaydi. Yana bir joyda vala zulumatu vala nuru vala zillu vala harur degan joy ham bor. Qorong'ilik bilan nur baravar bo'ladimi? Bo'lmaydi. Soya salqin joy, ana u issiq joy bilan baravar bo'ladimi? Bu ham baravar bo'lmaydi. Va ma yastawil ahya'u valal amwat oxirga borib aytadi, odam hayotlik odam bilan amvot baravarmi? U amvotdan qanaqa iroda qilyapti bu Parvardigor? Hech narsani o'qimaydigan, haqni eshitmaydigan, ko'rmaydiganlarni amvot deb ta'bir beryapti. Ahyo deb bu Xudoni taniydigan kishilarni aytayapti bu. Bu zohiri o'ligi zohiri nimani aytib turgan yo'q. Xo'p. Lekin afsuski sizlar kamroq pand olasizlar-da bu gaplarda. Parvardigor buni aytayaptiki, sizlar bu gaplardan aqllaringni ishlatib kamroq pand olasizlar. Ya'ni pura buni mag'ziga yetish kerak, u bundan ibrat olish kerak-da bu gaplarni. Men nima deyapman sizlarga? Lekin albatta qiyomat keluvchi muqarrar, lekin aksar odamlar iymoni yo'qda bunga inkor qiladilar-da. Parvardigorlaring sizlarga aytayapti, duo qilinglar, mendan istanglar, hojatlaringni talab qilinglar, men sizlarga ijobat qilaman, tilaklaringni beraman deydi. O odamlariki kibr qiladilar, u menga bo'yin egishdan bo'yin tovulaydi, bosh tortadi. Ular qanday bunday nima bo'ladi oxir? Sayadxuluna jahannama doxirin. Xorlik bilan jahannamga kiradi ular. Parvardigor sizlarga xalq qildi laylni kechasini. Nima uchun? Orom olinglar, uxlanglar. Kunduz kuni mehnat qilasizlar. Kechqurunni Xudoy taolo sizlarga yaratib berdi. Kechqurungi uyqu nihoyat darajada odamga yoqimli bo'ladi. Kechasi siz 10 soat uxlasangiz ham sizga malol bo'lmaydi, takon bo'lmaydi. Kunduz kuni 1 soat uxlasangiz shalpar bo'lib, yomon holga tushib qolasiz, miyalaringiz g'ovlab qoladi. Kunduz kuni Xudoy taolo maosh uchun, mehnat qilish uchun yaratgan kunduzini. Kechasini yaratgan sizlarga orom olib uxlash uchun yaratgan. Xo'p. Alloh taolo juda marhamatli mardumga, xalqqa juda marhamati ziyoda, hamisha uni ta'min qilib turadi, rizq ro'zisini muhayyo qilib turadi. Lekin aksar mardum shukrguzor emasda, shukr qilmaydi-da. Ko'zini yumib turib Xudoning nozi naimini yeydi-yu, ketaveradi-da. Ana. Mana shu sizlarni Parvardigorlaring xoliqu kulli shay, har bir narsani xalq qiluvchi. Xo'p. Bundan boshqa ma'budi haq yo'q. Endi qaqa yuz o'giryapsizlar sizlar. Bundan boshqa ma'bud yo'q-ku. Sizlar endi yuzlaringni qaysi tarafga o'giryapsizlar? O'ylanglar-da. Mana shunday yuz o'giradi, bi oyatillohi yajhadun. Xudoning oyatlariga munkir bo'luvchilar mana shunday ko'zini yumib boshqa tarafga qarab bu yuzini o'girib ketadi. Xudoni tanimaydi. Alloh taolo sizlarga juda marhamati ortiq
yer yuzini sizlarni oromgoh qilib yaratib berdi. Uy qilasizlar, joy qilasizlar, ekinlar ekasizlar, hosilini olib yeysizlar. Bu yer mana shunday bir sizlarga xazina qilib yaratib berdi. Osmon sizlarga, tepalaringga bir yopiqdak, chodirdak osmon sizlar tepalaringda. Bu osmonni juda barakoti ko'p sizlarga. Bu yomg'irlar yuqoridan yog'adigan pastga o'shalar bo'lmasagiday bo'lsa, hech mahal yerdan yo ko'karmaydi-ku. Sizlarni onani rahmida surat sizlarga shunday surat bilan yaratdiki, fa ahsana suvarakum, sizlarni sohib jamol qildi, chiroyli qildi, hayvonga o'xshagan yaratmadi-ku. Xudoy taolo mana shunday chevar naqshi nigorini insonni mana shunday qilib yaratdi. Ana yaxshi, yoqimli narsalardan bizlarga, sizlarga rizq tayyor qilib berdi. Mana shu Parvardigorlaring sizlarni tanisalaring agar. Fatabarakallohu, Alloh taolo hamma narsadan ulug'. Olamni tarbiya qiluvchi marhamati ilohiy olamni mana shunday fazli marhamati bilan tarbiya qiladi. Alloh taolo hamisha hay, unga o'lim hargiz bo'lmaydi, u yo'q bo'lmaydi. La ilaha illahu, undan boshqa ma'bud yo'q. Endi Xudoga duo qiling, Xudoga ibodat qiling. Shunday ibodat qilingki, muxlisina lahuddin, diningizni xolis Parvardigorga qilib turib ibodatingiz xolis Parvardigorga bo'lsin, aralash bo'lmasin, riyokorlik bilan ibodat qilmang. Tamomi yaxshiliklar hammasi Parvardigorniki. U Molik Parvardigor hamma yaxshiliklarga kimdan sodir bo'lsa ham u Xudoniki, u yaxshilik. Xudo o'shanga tavfiq bergan, uning qo'lidan yaxshilik sodir bo'ladi. Parvardigor tamom olamni yaratguvchi, tarbiya qiluvchi. Allohumma vaffiqna lima tuhibbu wa tarda va ja'al axiratana khayran min al-ula.